Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu qatimli haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Xitoyda muqimsizlik kuchaymoqda. Xitoy doiralarining harbiy manevrlarni ko'paytirishi jamiyat muqimsizligining og'irlashayotganligini ko'rsatmoqda. Xitoy doiralari uzun soqol qo'yganlarni tutib beruvchilarga mukofot bermoqchi bo'ldi. Ishg'olchi Xitoy doiralari Sharq Turkiston musulmonlarining diniy ibodatiga qarshi ijro qilayotgan razil siyosatlari qatorida uzun soqol qo'yganlarni ko'rsatib qo'yuvchilarga iqtisodiy mukofot bermoqchi bo'ldi. Xi Jinping atalmış dini zatlardan önümlü faydalanışını ta'kidladi. Xitoy raisi Xi Jinping Sharq Turkistonga qilgan ziyoratida atalmış vatanparvar dini zatlar bilan ko'rishib, ularning o'z rolini joriy qilishini talab qildi. Xi Jinping Qashqarda butun Uyg'ur xalqiga jang e'lon qildi. Xitoy raisi Xi Jinping 28 aprel dushanba kuni Sharq Turkiston ziyoratining Qashqar bekitida saqchilarining qoral yaroqlarini ko'zdan kechirib, mashqni texmo kuchaytirishni talab qildi va atalmış terrorchilarga taqobil turishda tadbirlik bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Urumchi poyezd vokzalida portlash voqeasi yuz berdi. 30 aprel chorshanba kuni Urumchi poyezd vokzalida portlash voqeasi yuz berib, eng az 3 odam o'ldi, 79 odam yaralandi. Har qaysi chet el axborotlari bu voqeaning Uyg'urlarga tahdid solgan Xitoy raisi Xi Jinpingga berilgan javob ekanligini ilgari surishdi. Xotan Laskoydagi Xitoyparast sekretar pichoq tiqib yaralandirildi. Xitoyparast aktivlardan biri bo'lgan Xotan Laskoy Bo'ston kentining sekretari ro'pash qiz ayollarni tutib so'lashga uringanligi uchun qizning oilasilar tomonidan pichoq tiqib yaralandirildi. Xalqaro Turkistonliklar qurultayida Sharq Turkiston tarixi tunishtirildi. 27 aprel yakshanba kuni Xalqaro Turkistonliklar hamkorlik jamiyati tomonidan o'rnashtirilgan Xalqaro Turkistonliklar qurultiyi yig'inida Sharq Turkistonning tarixi qisqacha tunishtirildi. Kalpinda qizil chiroqda o'qqa tutilgan Abdul Basitning onasi bolasining jasadiga ega bo'la olmadi. Aqsu Kalpinda motosikleti bilan qizil chiroqdan o'tib ketganligi uchun o'qqa tutilgan 17 yoshlik Abdul Basitning jasadi saqchilar tomonidan tortib olinib, noma'lum joyga ko'mib navbatda Abdul Basitning onasining balasining qayerga ko'mib qotil saqchilar tomonidan pinhon tutilmoqda. Qog'iliqda 2 Xitoy bir hamshirimiz tomonidan o'ldirilgan. Ijtimoiy uchur aloqa vositasi Facebookda e'lon qilingan bir g'ayri rasmiy uchurda 20 aprel Qog'iliqning Chaharbog' yezisida Postkam noyasidan kelayotgan bir hamshirimiz 2 nafar Xitoyni o'ldirgan va bir qancha murtadni yaralandirgan deyildi. Misrda qonunsiz hokimiyat 683 kishini o'limga hukm qildi. Misrdagi qonunsiz harbiy inqilob hokimiyati Musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbarlik idorasining raisi Muhammad Badi qatorliq 683 kishini yana o'limga hukm qildi. Hamas tashkiloti bilan Fatih harakat tashkilotining birlashishi Isroilni g'azablantirdi. İsrail Baş Ministri Netanyahu ve İsrail Tashqi ishlar ministri Lieberman ayrim bayonot e'lon qilib, Fatih harakat tashkiloti bilan Hamas tashkiloti o'rtasida borliqqa kelgan ittifoqdan norozi ekanligini uqtirdi. Amerikaning Liviyadagi maxfiy bazasi tashkilotining qo'liga o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Liviyada borliqqa ilgari surilgan maxfiy harbiy bazasi tashkilotiga munosabatli bir guruhning qo'liga o'tganligi ma'lum bo'lmoqda. Ukraina Rossiyaga qarshi urushga hozir ekanligini bildirdi. Ukraina Rossiyadan askariy harakatlariga 48 soat ichida tushuntirish berishini talab qildi va o'zlarining Rossiya bilan urushga hozir ekanligini uqtirdi. Malayziya havo aviatsiya xodimlari Beijingda ko'rga olindi. Malayziya aeroplanida g'oyib bo'lgan Xitoylarning oilalari Malayziya havo aviatsiya xodimlarini Beijingda ko'rga olib olgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunda qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.